Men Galasiya tumanida o'tib ketyapman. Toshkent bilan Buxoroning o'rtasida Galasiya tumani, Ivobkin tumanida 500 metrdan ikkita ko'prik, 500 metr joylarga ikkita ko'prik qurilyapti. Mana shu ko'priklar bizga juda azob beryapti. Mana shu yarim kecha 11 ga o'tyapman, kutdim, shu 11 bo'lishini kutib o'tyapman. Chunki 11 dan beri ishga qaytadigan vaqt, ishga keladigan payt berlarda o'tishda juda iloji yo'q. 2 soat o'tasiz. Mana shu 500 metr 2 yildan beri qurilyapti ana shu ikkita ko'prik. Galasiya tumani hokimi, Vobkin tumani hokimi qancha kutaylik biz ana shu ikkita 500 metrlik joylarni qancha kutaylik? Shu ana shu yo'l agar noto'g'ri bo'lsa, ana shu xalq aytsin, agar ana shu yo'ldan prezidentimiz o'tsalar, ana shu yo'l yarim soatga taqib bo'ladi. Yarim soatga ana shuni taxlab tashlaydilar. Biz qancha kutaylik? Ana sog', kasal, qari, yosh, o'layotgan, tug'iyotgan hamma shu yo'ldan o'tadi. Biz azobdan 2 soatlab qolib ketamiz shu yo'lga. Qachon taqib bo'ladi? Javob bersinlar qani?